siz turmushga chiqmagansiz, lekin hayz siklida o'zgarishlarni kuzatilmoqda. Hayz sikli bir oyda 2 marta kelyaptimi yoki 2-3 oylab kelmasdan keyin kelyaptimi yoki og'riqli kelyaptimi? Bularni hammasini aniqlash uchun ultratovush tekshiruviga kelishingiz shart. Bunda biz bachadonni o'lchamlarini ko'ramiz, tuxumdonlarni ko'ramiz. Tuxumdonlarni tarkibida nechta follikula borligini ko'ramiz. Hayz siklini buzilishiga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Ko'pincha sabablardan biri bu qalqonsimon bez kasalliklari bo'lishi mumkin. Ya'ni qalqonsimon bez ultratovushda ko'rganimizda biz uni o'lchamlarini olamiz. Sizni tana vazningizga mosmi yoki mosmasmi ko'ramiz. Unda tugullar yoki kistalar yoki shamollash borligini ko'rib o'tamiz. Bundan tashqari, agar qalqonsimon bezi norma holatda bo'lsa, quyidagi holatlar yana sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni kech uxlashingiz, undan keyin uxlash har xil gormonal o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Yoki kam harakatli, shuning uchun turmushga chiqmagan qizlarga ko'proq harakat qilish tavsiya etiladi. Kuniga 10 ming qadamdan yurib borsangiz, bu o'zgarishlarga duch kelmasligingiz mumkin. Shuning uchun qizlarga tavsiyamiz turmushga chiqmasdan oldin shu hayz siklini normallashtirish uchun bachadon, tuxumlarni va qalqonsimon bezni ultratovush tekshiruvidan o'tishini tavsiya qilamiz. Buning uchun doktor Hasan klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.